Ana. Nima sotaman deyapsiz? Mashina ko'payib ketdi. Ye, ha. O'sha yomon-da. Mashina narxi arzonlasa, mashina ko'payib ketadi odamlar. Mashina qoldi. Ishda. Akamdan. Nech pullaysiz? Omon bo'ling, omon bo'ling. Sariqdan qaytgan 2003 motorlar qanday ishlayapti? Motor shu o'zgargan. Salonni taxlab chiqdim. Yo'q, yog' yemayaptimi? Qo'shga paytda, yo'q paytda. Qo'shga paytda. Qo'shgan payti tutadi, keyin yog' yemaydi. Zo'r-ku. Qiziq ko'ringlar-da. Hozir sezdingizmi? Yo'q, esa kerak. Endi tutaganini qaraydi. Tutagan nima qilasiz? Yoqing qani? Qo'shing aka. Ular o'chiravering. 5 pullaymiz buni endi. Bilmadim. Aytavering. Ko'ngil ish sotaman dedim. Ishlaringiz yaxshimi o'zi? Charchamayapsizmi? Mashina narxi ko'tarilgani yo'q, jon aka. Kelishtirib bersangiz olib qolaman men. Endi qilgan rasvot minilgani uchun qilinadi, rostida. Salonlar qo'shaydi, qoldi, talab chiqdim. Nomard aytmayman men. Bir narx aytaman, faqat mart narxi. Olib ketgansiz o'shani hurmati. Bo'lsa 8 millionga qoldiring olib qolaman. Mayda chuyda qilmadim. 7 millionga olgan Nexia bilan bir xil Nexia. Men prosta buni 8 million so'radim. Xo'p, o'z 10 bo'lsa sotaman deyapsizmi yana? 10 ga olmaydi lekin. 10 ga olmaydi. Bering 8 million, Siroj aka. Mayli, xarajatni bo'lsa, olgan pulni bo'lsa, mayli bosib boraman. Siroj aka, bunda-da, Siroj aka. Ya, Elbek aka, Siroj aka. Elbek aka. Endi 3 oydan beri narx ko'tarilgani, yo bir xil turgani yo'q-da, Elbek aka. Nima qilamiz, Elbek aka? Gaplashib turaveramizmi? Oladigan bo'lsa shu. Olgan pulni bersin, mayli. Qarang, aka. Olgan vaqtim juda unday Elbek aka, Elbek aka. Qo'ying endi qilgan narsangiz aytilmaydi. Xuddi bir kimdir zo'r ovqat yesa o'shani aytganday bo'laveradi menga. Kimdir menni olib ketgan mashinaga bunday qildim desa. Bitta ko'ring. Mayli, eshiting. Aka, yana 10 soat uchun to'g'ri kelib qoladi-da bu. Siz tushunmayapsiz. Men o'zi 500 ming qo'yib sotsam. 500 da ayirdim, o'zi 10 bilan 500 oldim. Yo'q, u bitta ko'ring. Yo'q, 9,5 emas. Baravar tekis 9 dollarga men 9,5 ga sotaman endi, xo'p? Faqat rozi bo'ling. Rozi. Rozimisiz? Men o'zimga ko'p narsa. Ha, olasizmi, amaki? Keling, yaqinroq keling, ya. Unda uzoqdan nima qilmang. Nima farqi? Qanaqa sizniki? Dehqonobod. Dehqonoboddan bo'lsangiz, obzorini hozir aytaman. Yaxshilab eshitib oling, xo'p? Obzori 2003-yil 1.5 motor, Sariqdan qaytgan, polni kirashgan Nexia 1. Endi bundan boshqa narsa so'ralmaydi. Motori ishlab turibdi. Hadovoy qanday ekan? Hadovoy korobka. Korobka suvda ishlaydi, hadovoy mashina bor. Hadovoy mana shu tomon do'qqiloq bor, korobkasi zo'r. Ha, bu. 9 million so'mga oldim, 500 ming so'm qo'yib sotaman amaki. 9,5 bo'lib o'tadi. Qoladigan 500 ming pulingizga rozimisiz? Nima ish qilasiz o'zi amaki? Tadbirkor. Mashina bilan emasmi? Yo'q. Ha, unday bo'lsa yaxshi. Aka, rozi bo'lasiz?